Hali vaqtli emasmi? Qanaqa voqli? Bor uyga akangga aytgan. Hozir onamni chaqiraman, suvchilikka borib kelamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana o'zim uchish qo'ysang nima, keldingmi? Aka, unaqa to'g'rimi? Bugun sovchi jo'natishar ekan. Xavotir olma, singlim. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Chiroq kutib olamiz, xo'pmi? Akajon kelmasga qarashib olaman. Tut. Assalomu alaykum. Nechta ekan? Menga noningizdan berib yuboring. Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu yerda? Bu bizning novvoyxonamiz-ku. Akam non yopadilar, sotaman. Biz o'sha yerda tirikchilik qilamiz. Aytgancha, suvchilar bugun kelishadimi? Novvoyman degan. Keladi suvchilar. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. To'xtab tur, qoraman senga. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Suvchilikka boradigan bo'ldimi? Qiz yoqdimi, bolam? Ona, novvoy ekan-u. Aldabdi bizani. Men u kambag'allarga ko'rsatib qo'yaman hozir bor. Men bilan teng bo'lmoqchi bo'ldim ular. Assalomu Ha, Navoiy? O, menga qara. Sen kimsan men bilan tenglashadigan? Sendagi novvoylarni kelin qilamanmi? Kimlar menga qizini bermaydi, bilasanmi? O'g'lim seni yaxshi ko'rgani uchun olib beraman deb yuruvdim. Lekin seni novvoyligingni bilmaganman. Ha, singlim, assalomu alaykum, tinchlikmi? Tinchlik emas. Men bu seningni o'zini tengini topib bergan. Senlar kimsanlar? Men burgutman. Senlar yerda sudralib yuruvchisanlar. Xafa bo'lmaydi. Ovqatni nima bilan yeysiz? Shu non bilan yeysizmi keling? Bu dunyoda nondan aziz narsa bor ekanmi? O'zi to'ppa-to'g'ri aytishadi. Yaxshi bilan yomon bitta joyda tura olmaydi. Allohning mehribonchiligini qarang. Asl basharingizni oldindan ochib qo'ya qoldi. Nonni gapiryapsizmi? Men nonchi deb. Nonga zo'r emas, sizdan rozi emasman.